Assalomu alaykum hammaga. Obyektimizda xudo xohlasa unitaz, rakovina, dush smesini qo'ydiramiz. Eski montajlarni tashladik. Mana bu yerga esa yomg'iz, nasos, ariston, filtr qo'yiladi xudo xohlasa. Mana bu yerdan moykaga o'tiladi. Mana bu yerdan moykaga ketadi xudo xohlasa. Assalomu alaykum hammaga va nihoyat kechki soat 10 va nihoyat biz hammom montajimizni tugatdik. Hamma smestel, hamma narsasi joyida. Suv bor. Как положено. Ikki tomonlama. Va nihoyat mana kir mashinamiz ham tayyor. Yung mana qo'yildi. Bu yerda nasos kollektori bilan filtr qo'yildi va Prado aristonimiz, Prado nomli navigatorimiz qo'yildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana bu yerdan mana sovuq suv bor. Hamma joyi ishlayapti.